Assalomu alaykum Usta kanali a'zolari va YouTube kuzatuvchilarimiz. Yani burchatga jarayonlarni boshladik. Xudosi. Hozir bozorning oldi tomonda listniya shaklarini terib bo'ldik. Mana bunaqa holatda. Endi kirpichni fasonni tepani uklon qilib, uklonni olib, bu yoqqa suv bog'iga ketadi. Teryapmiz. Kimni qiziqtirgan taklif savollar bizga kommentariyaga yozib qoldiringizlar, javob qaytarishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom eting, yangi videolar chiqarib boramiz. Tak burchatkalar narxi keladigan bizga donasida 15 ming so'mdan olingan, kvadratini 55 ming so'mdan teryapmiz. Mana zinalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Avvalgi videolarimizda ham tashlaganmiz bularni. Zakaz qilsangizlar, zakazlar ham bu o'zimizning kasb rayoniga ham chiqyapti hozir bunaqa fasonda. Bemalol murojaat qilaveringizlar.